Qachon berasan? Ertaga. Sizdan qarzi bor insonga 2 og'iz shirin so'z. Kim chiqsa? Bilaman, oyligingni olding, lekin hali bermayapsan-a. Mayli, men roziman. 100 ming qarzingni tezroq bersang bo'lardi, lekin mayli. Yaxshi bo'lardi qarzini bersa lekin. Hozir hech kimni menda qarzi yo'q, lekin vaqtida mendan qarz olganlar bor edi. Xudoga shukr qutulishdi, lekin ancha vaqtlardan keyin qiynab zo'rg'a qo'limiz bilan berib, oyog'imiz bilan olgan vaqtlar bo'ldi. Shunaqa odamlarni ham ko'ryapmiz, ishonchiga kirib qarz beriladi, undan keyin ola olmaymiz. Lekin vaqtida ishonib berildimi, vaqtida qarzni qaytargan yaxshi deb o'ylayman. Xudoga shukr, hech kimning qarzi menda yo'q, meni ham qarzim yo'q. Qarz olganlarga esa tezroq qutulishini va omonatini topshirmasdan bu yerda o'tishini tilab qo'ygan bo'lardim. Ты хороший человек, брат, но верни все-таки. Mendan senga sovg'a. Menda hech kim qarzi yo'q. Bo'pti, yaxshi. Sizlarda ham shunaqami? Qarz berib qo'yasiz-da, keyin telefon qilsangiz, "Aka hozir yo'q deydim, bu yoq deydim, qo'raman" deb chopib yuboradi. Qarzdorlar yaxshilab eshitib olinglar. Qarz qiyomatga qolish kerak emas, javobi og'ir bo'ladi. Qarzi borligi tezroq qutulishini so'raymiz. Menimcha endi kerakligi uchun qarz so'ragan. Hammaligi ishlarini omadini berib, tezroq qarzdan qutulib, umuman qarz bo'lmasligini so'rab qolamiz. Yangi yillaring bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'lib yuringlar. Do'stim, qarzim bor deb his qilmagin. Bir kun emas, bir kun berasan, pul topiladi. Kayfiyat ko'taraman, dalshi yashayvergin. Pul topiladi. Qarzi borlarga tilaymiz 2026-yilda qarzilari Xudoning marhamati bilan chiroyli qilib to'lashingizni. Chunki qarz bor bo'lsa yer yuzida osmon Xudoning huzuriga borsa qiyroq bo'lib qoladi-da. Shuning uchun vaqtida qarzinglarni to'langlar. Davlat haqqini ham berishni unutmanglar. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman yangi yilda. Hammamizni ishlarimiz rivojidan bersin, omadimiz kelsin. Yangi yil kirib kelguncha hamma muammolarimizni yechimini topaylik. Coming. Are kuch bhi bolna hai. Bol bindas. Welcome, hey. What do you want from us? What do you want from us? Humik, bu yoqqa. Idem sida. Alo. Jo. No, qarz nima deydi? Free Palestine.